Unutmaylar, ayollar umuman aynigan yo'q. Erkak ayniydi, keyin o'sha oiladan fohisha chiqadi. Erkak bor xonadondan, musulmon bor xonadondan fohisha 2024-yilgacha chiqmagan va qiyomat kunigacha chiqmaydi. Unutmaylar shu. Chiqdimi, buning u xonadonda erkak yo'q. Bilamizki, palonchi fohishani akasi bor, ukasi bor, dadasi bor, u erkak emas-da u. Ko'rinish erkak u. Pasportda erkak yozilib qo'ygan xolos. Erkak degani bu katta unvon bu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-niso degan Xudo. Rijol degan, men erkak bandalarim bor degan. Ayollardan erkaklarni ustun qo'ydi. Nimaga? Aqlda ham, jismonan ham, farosatdan ham ki shu asosiy oilada o'rni erkak bo'lsin. Boshqaruv, sarf xarajat, harakat mana bo'ladi, bo'lmaydi. Erkak aytadi.